Biz turgan joyga atrofdan istalgan nuqtadan qarasangiz ham, ya'ni kunchiqish va kunbotar tomonlar ikki xil ko'rinadi. Kunchiqish tomon pastlik, kunbotar tomon esa tepalik bo'lib ko'rinaveradi. Lekin aynan bu yerning o'zidan kelib qarasangiz mutlaqo teskari. Tasavvur qiling, avtomashinadasiz va avtomashina hozir dvigateli o'chirilgan holatda, avtomobil boshqaruvchisi ham hozir kabinadan tushadi. Hozir guvohi bo'lasiz, avtomobil o'zidan o'zi yuqoriga harakatlana boshlaydi. Xo'sh, bu jarayon qiziqmi? Unda oxirigacha tomosha qiling. Ko'rib turganingizdek, avtomobil ichida hech kim yo'q va avtomobil juda ham tezkorlik bilan harakatlanib boryapti. Hattoki men ham avtomobilga yetib ola olmayapman. Yurishda juda ham ildamlab ketyapti. Avtomobil shunchaki fizika qonunlarini buzib yuboryapti va pastdan yuqoriga qarab o'zi harakatlanyapti. Xo'sh, bu yerda faqatgina avtomobillar pastdan yuqoriga qarab harakatlanadimi yoki yumaloq jismlar ham bu yerda harakati noodatiy? Keling, qo'limdagi koptok bilan bu narsani sinab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, koptokni o'rtaga qo'yapmiz turgan joyimizdan va u yuqoriga harakatlanadimi yoki pastga tushib ketadimi? Ko'rib turganingizdek, qo'limda ichimlik suvi. Bu suv qayerga harakatlanadi? Xo'sh, yuqorigami yoki pastgami? Keling, buni ham bir eksperiment qilib ko'ramiz. Guvohi bo'layotganingizdek, suv pastga emas, ya'ni men tomonga emas, balki yuqoriga qarab harakatlanyapti. Bunaqangi qiziqarli joylar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Surxondaryo telekanalini kuzatib boring va eng ajoyibotlar haqida biz sizga ma'lumotlar berib boramiz, azizlar.